bechora bo'ydoqlarda nima ayb? Bo'ydoqlar aybi nimada? Ularni tezroq uylantirish kerak. Ular уже unashtiruv marosimlari ham bo'lgan. Lekin to'y kunini belgilash uchun uy yo'q. Uyni mana qish kunida remontini qila olmaymiz, qura olmaymiz deb turib, kattalar yozga, bahorga surishadi. Nima keragi bor? Mana shu uyni 45 kunda bitirdik. 45 kunda bitirib berdik. Hozir zakaz qilsanglar, 45 kundan keyingi to'yni belgilayverasizlar. 50-kunga to'y belgilab qo'yinglar-da, uyni zakaz qilib qo'yinglar, biz sizlarga topshirib beramiz. Bemalol to'yni o'tkazib, yosh oila mashiga kirib yashayveradi. Bo'ydoqlarni ham to'g'ri tushuninglar, yozgacha qanaqa sabr qilishadi, qanaqa tushun. O'zingizlar uylanib olgansizlar, bemalol o'tirsizlar, yozda qilamiz, qishda qanaqa qurilish qiladi. Mana, ko'rib turibsizlar. Hamma sharoiti bilan qilib berdik. Mana ko'rsataman ichgansizlarni. Bitta kuxni nabor qo'ysa, bo'ldi, mebellar olib keladi, yashayveradi mana. Katta bitta zali bor, panorama oynalar bilan. Bu yerda nechta xona bor mana? Mana bitta xona, mana bu yoqda bitta xona, mana bitta sanuzellari bor hammasi. Mana bu yana bitta detskilar bilan, mana bitta yana bitta qo'shimcha unitazli sanuzeli bor. Ko'rib turibsizlar, hamma mana shu eshik, deraza polniy remontlar bilan 45 kunda qilib berdik. Endi-chi bahona qolmadi. Uylanishga ham bahona qolmadi, to'yni surishga ham bahona qolmadi. Tez bu videoni uylanmagan bo'ydoqlar yuborib qo'yinglar. Bo'ydoqlar bu videoni ota-onalarga ishni ko'rsatib, mana bemalol sharoit bor ekan. Tezlashtiringlar uyda to'yni shundoq belgilab yuboramiz deb yaxshi niyatinglarga yetinglar. Marhamat.